Ma boyun esa mana turatdi. Lekin bu boyun qana olib qoldi. Bek to'la pul o'ynaganlik sababidan aldig'imda qiysiy oldi. Andan so'ng men umurtqimga uzoq muddat tortishib turamda turmamda. Uzoq muddat tortishib turish jarayonida men muskul charchamamda. Umurtqaninki bir-birining to'pida tuz turayotgan ikkita umurtqaninki oraliqi maymoq bo'lamdi bo'lmamdi. Endi mushu holatda bu xonim mushu holatda uzoq muddat o'tdi, harakat qildi, xizmat qildi. Chekinish degan gapning ma'nosi qiyirish degan. Bek japa çektiniz malum ha. Ben sizni kelemey qalamdikida bek ensirab, men Aqsu Avat hozir 60 adam sizni bek taqazaliq bilan kutib o'ttirdik, lekin endi bizni deb siz bek garajda oldingiz. Oldingizga akşamlar kemek chitdim shu aeroplanninki kechib ketish sababi bilan vaqtida kelib olmay qoldik. Balaam bir saqlab ketdi. Aeroplan ikki qatim tusha olib ketdi. Mush ma'lummi hozir bizni deb hozir shunchalar japalan kechib qilib Cevr müşakkatlerle ahire biz hazır Aqsu Avatqa ekilib aldık malum kelime. Bu qitimliq dersimiz bek muhim bo'lganlik uchun bizmo endi beklik bir xil aloqazada bo'lib ketdik. Chunki endi menmo Aqsu Avatqa cho'qim ma'lumni bir qitim ekib sizlar uchun bir tarbiyalash qilib berma deb va'da berib ekanman. Shuni olamiz bolalarni oldida bir xil yolg'on cho'p qilamanmi deb xijil olib, onun ustiga endi Aqsu Avatning kutinish o'rinlari bek chiqqan ma'lum. Endi bularmi endi sizning danqingizni anglagandan keyin bizmi bir ma'lumni bir tarbiyalanib baqsaq, bizmi ma'lumning o'rganishlariga bir qatnashib o'zimizdan xato qilgan yerlarni bir to'g'rilab olsak, shu orqali bir mush kasbni bir eng yaxshi holatda voyaga yetkazib qiysoq degan bir go'zal orzu armonlari bir so'g'chilishib ketmagaydi deb men bek endi bisaramjon bo'lib keldim. Shu sababdan sizni misal japoda qo'ydik. Yo'q, hech yo'q. Bolalar uchun hamda shu kasbdoshlar uchun bunchalik qilsak arziydi. Endi 50-60 dak odam ishlar saqlab turibdi. Mening asli oqshomdan bolalar kelgan vaqtda shu aeroplan kechikib qoldi. Kamsak qaddi bo'lmaydi. Mush bolalarning bizga ishini, mush muallimdan bir ko'proq narsa o'rganib olsak, masalalarimiz hal bo'lib qolsa, mishada saqlab turganligim rahmat. Shunchalik bir izzat hurmat berganligim rahmat. Rahmat ma'lum. Endi bizniki shu yeshil guariga ishinib, mush bolalarni mush sahnaga kelgan. Endi nurg'unlari hozir mush texnik kamchilik, xato qilayotgan mashg'ulot sababli do'konlar taqilib qilayotgan, savdom yaxshi bo'lmadi deyotgan. Anondan keyin ish qilib yilimi pul bir cho'ng ish chiqarib qo'ymay, mushunchalik bir do'kon ochqaniga o'zim bir ya'ni qo'shilatibdi. Shuningga endi bu siz bir muallim bo'lib sifatingiz bilan, biz bir korxonchilar sifatimiz bilan biz mush sahnani hozirlab birdikanmiz. Siz shularning xato ishlarini to'g'rilab, anondan keyin shularga bir qo'sqingizni bor bo'lgan eng isl bo'lgan bilimlaringizni bersangiz, ashlarning buningdan keyingi pul tepishiga, an do'konni texim yaxshi taraqqiy qildirishiga, uningdan boshqa ashlarning bir xatoliklarini tuzatishga hamda bek cho'ng yardamingiz tegib hamda. Najoqning yog'i biz ma tarbiyalashlarni hamda mushu bir 100 qitim qilib bo'ldik. Hamda mushu sabab bilan mush ma'lumninki mush qo'saqdagi bilimlarni chiqarib berish bilan biz nurg'un kutinish o'rinlarini qutqizib oldik va shularning eng yaxshi bo'lgan texnik bilan, eng yaxshi mulozimatlar bilan ta'minlatimiz. Endi buningga cho'qim bir aramizda mushta bir ustozimizdan bo'lganligidan bizmi intayin va xursand. Bugungi darsimiz cho'qim intayin yuqori saviyada. To'g'ri. O'lchamli holatda o'timiz anondikin bolalardagi saqlanayotgan masalalar olib qolsa, ko'proq fikr almashtirib, mush masalasini hal qilib beradigan bir o'rtaq kuch chiqarib qilib kelsak. Anvarjon doktor bo'lsa, bizningki mushu diyorimizga 3A darajalik doktorxonalarda mush salomatlikni asliga keltirish bo'limida uzun muddat xizmat qilgan, uningdan boshqa nurg'un o'quvchilarni tarbiyalagan, hozir o'zininki mushu YOSO tarbiyalaydigan shirkati va ya'ni mushu tug'utli ayollarga nisbatan intayin yaxshi bo'lgan sharoitlarni, eng mukammal YOSOlarni evatgan mana shunga o'xshaydigan o'z qilayotgan kasblarim bor. Endi mush yeshil guar bilan hamkorlashgan barliq hamkorlashuvchilarni men mush Anvarjon doktorninki tarbiyalash ostida sizlarninki eng to'g'ri usulda mulozimat qiladigan, eng to'g'ri usulda xaridorlarni bir rozi qiladigan holatda men mush jihatlarga to'liq holat kapolatlik qilaman. Uningdan boshqa biz hozir hamda sizlarning yo'linglarni qisqaytib, mana mush ma'lumni japoga silib, har jutlarda, har shaharlarda mush kutinish o'rni ochadigan biz bilan hamkorlashgan do'kon xo'jayinlariga alay taklif bilan opirib, işte tarbiyalashlarni nayt sijil, izchil holatda qilyapmiz. Shunga do'konimni mangdiramatiman, texnikada qiynalyapman, qanday qilsam bular deb bosh qotirayotgan mush do'kon xo'jayinlari yeshil guar bilan hamkorlashsanglar, men bu jihatdagi bizningki siyosatlarimizdan nayt yaxshi holatda
foydalana olasizlar. Bizni qo'llab bergan shu xalqimizga, undan boshqa bizni qo'llab kelayotgan ustozlarimga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Undan ma'lum bolalarni saqlab qopdi, ustiga chiqamdi. Deganda o'rganish degan shunday yaxshi ekan ma'lum. Mush bolalarning har bir aytgan rahmat so'zi, mush dars qatnashgandan keyin savdom yaxshi bo'ldi, turmushim yaxshi bo'ldi degan har bir ig'iz rahmat so'zi odamni ilqin necha million pul topgandimi bekrak xushal qildigan ish ekan. Undan chiqamdiq ma'lum. Ma'qul bo'ldi. Qanday ahvoling yaxshimi? Yaxshi. Obdan tadonlama. Aldı bilan bugungi Yeshil Gavharninki o'rganish so'rining qadam tashrif qilgan barliq azizlarga, aziz singillarga, kasbdoshlarga Anvar ma'lumdan qizg'in salom.